Nima shantajlik qilyapsiz? Oldinga qarab yuribman-ku men. Unday qilmaylar, erkak bo'laylik. Hozir shtraf to'lab chiqaman, boki. Bo'ldi, turda. Sol yo'raynim, yoz yorasan-da, boki. Nima qilish kerak? Doktor boramizmi? Qornim ochdi aka. Qorinni nima aloqasi bor bunga? Bana buncha narsani mol yesa bukulaychiydi boki. Bo'ldimi, ketdingmi? Ana yerda ikkita barbekyu aytganman. Ovolasan pulini to'lab. Mana. Bo'l. To'layman. Sen o'lsa-da boki. Bo'ldimi, shuni to'lasam qutulamanmi? Mana ana yerda bosib ketding-ku. O'shanda pul blokam ham yirtildi. O'shani ham to'lab berasan. Qayerga yirtildi? Bo'ldi, o'zi yittiq bilaman, yittiq. Futbolkami? Bitta futbolka, xolos. Yo'q, bana bachalar qanday bo'lib ketibdi? Bo'ldi. Ustingga bir tinga qimmat kiyim bor-da. 3,5 million so'mlik kiyim olding. Ketdik, bo'ldimi? Endi boshim og'ribdi. Dori olishim kerak. Sandalye ham ko'payib ketdi. Boka, nech pul? To'choq degan. Nech pul? Men. Bo'l. O'zingni bos. Bo'ldi, kelishamiz. Ketdik, yur, ketdik. Qara, jimperda ham olaylik. Mana, bor pulim shu. 500. Men to'g'ri senga beraman. $100 menga qolibdi. Bu arendamni puli. Xo'p degan $100 shu ishlatib turay hech bo'lmasa. Erkak bo'laylik. To'qqizta bo'lib qopti. Unisini ham ber. Uni qo'y. Ketib qani. Men haliga ko'rmasdan uzr. Normalniy hammasi. Qo'li, kallasi. Qon. Buni qo'l og'riganda meni bag'ri dilim qonaydi. Menga qara nima qilyapsan? Men erkakman, Ey qiz, normalniy jurni klientni qo'ldan chiqarmaylik. Ay, qo'lim. Bunisi. yuring doktorga boraman. Buni qorni och, ertalabdan beri abqo degani yo'q. Talabdan beri emas, sen 4 kundan beri hech narsa yeganim yo'qman, boki. Qo'lim bilan nima aloqasi bor? Nima qilasan? Ay, qo'lim. Hop, yuring. Ishladimi? Menchi? Meni klientim bu. Odam bu hayotda insofli bo'lish kerak. Topayotgan pulini ham halollab olish kerak. Padznak nech pul edi? 780? Menga qara, sandanmi deyman? Bittasini uying kuydiryapti-ki. O'zingni tirikchiliging ham shundan bo'libdi-ku. Ivi, nega buni kiyib yursan bo'lmasa? Yaqinga yeb qo'ydik-ku. Ha. Spor o'ynab qo'ydim. Keyingi o'yinga shuni kiyib yurishga majburman. Sen barsan zo'r muxlis ekansan-ku. Baratay kim turibdi hozir? Ana yaqinda keldik-ku. Media. Robert Schwansteiger keldi. Bilib qo'y. U boksyor-ku. Men nima deyapman senga? U boksyor. Anu nima aytdi? Anu Konor bilan jang qildi, to'g'rimi? O'shanga o'tda turgan sudya bordi-ku, o'sha og'aynisi bo'ladi-da u, bitta odam. Baratarlar urishdimi? Baland tom ketibdi, voki. Sen men qalam bijir qilib tashlading-da. Ye bo'ldinglarmi? Ha. Qaravoringlar, ovqatinglardan hisob chiqdi. 1 so'm ham to'lamayman. Hozir men telefon qo'raman, hozir. Assalomu alaykum. Uzr bezovta qildim. Tirikchilik qilibdi. Biz ukalarim bilan onam davolatishga olib keldik. Bechora bo'l. Bechoriga ozgina pul yetmayapti, yordam bera olasizmi? Qancha? 400. Qanaqa to'l? 500. $400. Yo'q, siz xijolat bo'lmay, imkon boricha yordam qilsangiz, men ertalab kartangizga pul tashlab yuboraman. $200 pulim bor, lekin bu arendamnikida bugun to'lashim kerak. Mayli akajon, zo'r. Sinem. Ko'rishga kelishdi, $200 beryapsan-ku. Mana, oramiz ochuv. Rozi bu, bola chaqamga yediraman. To'xtanglar. Komanda qilaylik. I'm not that innocent. Bir oyda. Yo'q, tikashamat. Yo'q, To'xta bo'ladi. Mamnun qilish kerak. Résolution pour le nouveau millénaire.
Millénaire, donne-moi une bonne raison de fêter ce nouveau millénaire. 5 pul so'radi. 12 ming. 12 ming? Voy bla, o'zi shuncha kreditim borligida kerak menga shu. Tushunyapsizlarmi? Buni poytaxt parking qilibdi. Tushunganman-da. To'xtanglar. Bunday qilaylik-da. Aka, balashni oling, ha? Boray qanaqa bilasiz? Olaylik. Bu yaqin atrofda magazin ham yo'q. Apteka ham yo'q. Mayli unda ber. 50 ming. Keyin men bunaqa qilamiz-da. Kiyimga e'tiborliroq bo'lish kerak. Bo't. Unda bunaqa qilamiz. Kimdir yuribdi. Bu ham tinchlik yo'q. Подождите. Biz bir oyda shu summani ishlab topsak, bu summani topish uchun qancha ishlashimiz kerak? Menga qaranglar, bo'lmagan gaplarni qo'yinglar. Mana yangi programma chiqibdi, Kalso.uz. Avtozapchaslar bor ekan, bozordan ham arzon ekan, bir oydan 3 oygacha bo'lib to'lashga berar ekanda. Ha mayli. Biz shundan zakaz qilsak, tekinga dastavka qilib berar ekan. Shunda 3 ta moshinani yasasayda, chet elga qarab sursak qanday bo'ladi? Ha nima qilamiz bo'lmasa? Meni yaxshilab eshitinglar. Yana manmi? Alo. Bankdan biza topolman. Tabriklaymiz, siz 10 million so'm pul yutug'iga ega bo'ldingiz. Yutug'ni olish uchun esa iltimos, telefoningizga kelgan SMS kodini e'tiboring. Bo'l, yozib oling. 1239. Rahmat. Hozir kartamga pul tushadi. Qachongacha ko'chada yuramiz? Ha? Ha bu kreditimga olib qo'ygan pulimni ham yechib olibdi-ku. Yana ko'chada qolamizmi? Jonimga tegib ketdi, hammasi bitta narsani eplab qila olmaysiz. Voy, pul! Bir kesa qo'shaloq kelar-ku. Ye? Fashifka-ku? Obbo baxmoqlari. Shunchalik ham no'q bo'lishasanmi? Ana $3 bekor tayladim-da. Odam sadaqa ham qilib turish kerak. Men bularga nima qildim hozir? Bambo.